Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Peygamberimizin hadislarini okununa devam etamiz. Hamilde bugün şiratta hadis 1051 hadis. An Enes'in radıyallahu anhu kâle lemma câ'a nagyul necaşi. Enes radıyallahu anh haberte Najaşi'nin ölüm haberi kelip jetkach, kim ol Najaşi? Ha? Kim ol Najaşi? Efiyopya'nın padşası. Efiyopya'nın padşası hadisini okugancha bir iki kirishni aytamiz. Ya'ni biz bilganimizcha Makka yerligine islom kelgandan so'ng Makkaning payg'ambarimizning da'vati bilan Makkaning qo'y bir kishilari islomni qabul eta boshlagach, ularga qarshi kimlar kurasha boshlaydi? Makkaning boshliqlari, mushriklar islom qabul etgan kishilarga qarshi kurasha boshlar. Ularni jazolay boshlar. Ularga og'irliklar keltira boshlar. Ham endi bilganimcha ko'p musulmonlar qo'ya hijrat qiladilar. Efiopiyaga hijrat qildilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shu vaqtda endi xabar etdi. Anda Efiopiyada Nasara dinində bo'lgan podsho bo'lar shu Najashi. Ham ul G'adil podsho deb shunda qochib, shunda hijrat qilib musulmonlar shunda yashaylar. Ham shu Najashi bilganimizcha o'lgancha dinni qabul qila, islom dinini qabul qila. Islom dinini qabul eta ham o'zining tira yonida bo'lgan vazirlaridan, o'zining kishilaridan islom dinini qabul etganin yashira ko'rsatmay ularga. Ham endi hadisni davom etamiz. Lamma ja'a nahyu Najashi. Najashining o'lim xabari kelib yetgandan so'ng payg'ambarimizga qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sallu alayhim. Shunda payg'ambarimiz ayta sahobalarga anga janoza namozi o'qig'iz deydi. Boshqa rivoyatda kelar qumu va sallu li akhikum. Turig'iz ham o'zingizning qardashingizga namoz o'qig'iz deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qalu. Shunda sahobalar aytadilar: "Ya Rasululloh, ey Allohning elchisi, nusalli ala abdin habashiyyin laysa bi muslimin." Ey Allohning elchisi, hozir biz Habashiyning quluna namoz o'qiyikmi? Ya'ni quluna degan Allohning quluna. Habashidan bo'lgan, ya'ni ular bu so'zlarining ma'nosini, bu so'zlarga nima ma'nosi ular? Ya'ni musulmon bo'lmagan, ular islom dinini qabul etganini bilmaylar. Musulmon bo'lmagan kishiga namoz o'qiyikmi? Fanzalallohu azza va jalla, shunda Alloh subhanahu va taolo oyat indira nindi va inna min ahlil kitabi liman yu'minu وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ. Şunlıqta kitap ahillerinden, kitap ahilleri kimler o? Nasralar hem Yahudiler. Allah subhanahu wa ta'ala kitap ahillerinden şunday kişiler var. Kimler Allah'a iman getirerler. Sizge indirilgen kitapka iman getirerler. Şulay yok Allah'ın özlerine indirilgen kitapka iman getirerler. Çünkü niye Allah ayet? Çünkü Peygamberimizge bugün kitap ahillerinden bulup Peygamberimizge iman getirmegen kişi, Kur'an'a iman getirmegen kişi, ol hatta özünün kitabına iman getirmegen kişi olup sanala. Niye işin? Kim ayta? Bunun iki sebebi var. Niye işin? Niye işin? Çünkü birinciden Allah'ın kitaplarına yazılgan gelecek ahırgı Peygamber Muhammed, Ahmet deyip Alar iman getirmegenler bu ayetke. Şulay Peygamber sallallahu kim bir kitapka iman getirmese, başka barlı kitaplarga iman getirmegen bulup sanala. Barlı kitaplarga iman getirmegen bulup sanala. Şuna göre Allah subhanahu ayta, şular arasında kitap ahilleri arasında şunday kişiler var. Kimler Allah'a iman getirler. Sina indirilen kitapka iman getirler. Ham özlerine iman indirilgen kitapka iman getirler. Haşiine lillah, Allah'tan tinaklık bilen, yani Allah karşısında tinaklık bilen, korku bilen
لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. Һәм инде алар шушы Аллаһның аятларын ниндидер юк мал, дөнья малына сатмыйлар. Дөнья малына сатмыйлар. طيب. الشيخ يتا هذا الحديث فيه دليل على أن من القرآن ما ينزل بسبب سؤال ووجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو حادث ووقعت. الشيخ حديثان كرابس خان باشقا حديثان كرابس قرآن پیغمبرimiz نشك تشا نشك تشا bir yo'la kelib tushami? Yo'q. Azgina oyat, bir necha oyat sura shulay turib payg'ambarimizga indiriladi. Ham shushi bo'lgan voqea bilan nindir, ya'ni sahobalarning biroz so'rovi kelib tursa, ya'ni sahobalar orasida biror voqea kelib chiqsa, ya'ni payg'ambarimiz orasida biror voqea kelib chiqsa, Alloh subhanahu shu narsani anglatib, ya'ni shu narsani tiyib, ya'ni shu narsani ruxsat etib oyatlar indira turgan bosh aytirib Qur'onni Alloh subhanahu taolo ilishlab bo'lgan voqeaga to'g'ri keltirib, duruslab shulay aytirib indiradi. فهذه الحديث موت النجاشي وقول بعض الصحابة كيف نصلي على عبد حبشي صار سببا مثل اتك سياسما. وفيه دليل على مشروعية الصلاة على الغائب على التفاصيل عند علماء فيهم. شلون bu hadisda dinasadi Iroqda bo'la turib o'lgan kishiga jinoza o'qib, ya'ni o'lgan kishi yonida bo'lmasa da anga jinoza o'qib, lekin shu jinoza o'quni g'olimlarimiz shartlilar, ya'ni anga shartlar beradilar. Shunga ko'ra g'olimlarimizning so'zlarini qarasak, aytalar, masalan, har bir kishi, masalan, bugun bir qoida shit ilda, ya'ni shit shaharda, ya'ni shit avulda, boshqa tin bo'lmagan avulda bir kishi o'laykan, har bir kishi ertaga turib jinoza o'qira anga degan so'z tugul. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam umri davrida bir taqir o'qiy jinoza shloytirib Iroqda bo'lib kimga o'qiy? O'sha Habashining podshosina o'qiy. Shunga ko'ra g'olimlarimiz aytadi, birinchidan qaysi vaqtda jinoza namozini o'qirga ruxsat etiladi. Sen boshqa yerda bo'lib, boshqa yerda, ikkinchi yerda bir kishi bo'lsa, agar sen bilsang, masalan, biror musulmon bir islom bo'lmagan yerda o'la. Ha sen bilasan, anga anda jinoza o'qimisha uni ko'mib qo'yalar. Anga jinoza o'qishi kishi yo'g'anda. Shu vaqtda anga ruxsat etilsa, jinoza o'qiramiz birinchisi. Shulay g'olimlarimiz aytadi, ham shulardan Shayx Ibn Baz aytadi, agar biror bilgili bo'lgan, biror g'adil bo'lgan podsho o'lsa, ya biror zo'r olim o'lsa, shulay endi qay vaqtda shulay turib anga boshqa yerda janoza namozi o'qiylar. Allohu a'lam.